Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz Germaniyaning Attendorn degan tog'li o'lkasidamiz. Ajoyib go'zal manzara va biz esa Tentovkaga qaytdik do'stlar. Bizning mashinamiz Mercedes-Benz Actros 510 ot kuchiga ega va sizlarni bugungi bu toychoq bilan tanishtirib o'taman. Ajoyib do'stlar. Endi sayohatimiz boshlanadi. Qiziqarli ma'lumotlar va yangiliklarni kutib oling do'stlar. Juda ham ajoyib. Qani esa endi biz ichkariga qarab yo'l olamiz. Ichkari do'stlar juda ham keng ekan. Sizlarga ham inshaalloh maslahat beraman. Agar kimda kim mana shunaqa mashinani oladigan bo'lsa, umuman kam bo'lmaydi. Sababi biror bitta musofir uchun, ya'ni uzoq muddat mana shu yerlarda ishlab yuradigan musofir uchun sharoit juda ham ajoyib. Hozir sizlarga ko'rsataman. Ya'ni bu mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Va biz asosiy joylari qanday do'stlar? Mana bu yerga e'tibor bering, o'zimizning O'zbekiston bayrog'imiz. Mana buni bemalol tepaga qo'yib qo'ysak ham bo'lar ekan. Keyin bemalol mana uni tushiramiz. Mana sideniyasi ham bemalol tushar ekan. Keyin esa mana bu yotog'ini esa bemalol qo'yishimiz mumkin ekan. Keng, juda keng. Hatto o'tirgan paytimiz do'stlar, o'tiribman, oyog'im yetmayapti hali bu yoqqa. Oyog'im yetmayapti. Juda ham keng. Hamma sharoit ajoyib. Mazza qilib do'stlar dam olgan paytida o'tirsangiz bo'lar ekan. Eng asosiysi turgan paytimiz avtobusdan keyin bo'yimiz bemalol yana bu yerda uzun bo'lib turibdi. Mana bu o'rtasida esa juda ham keng ekan. Xohlagancha namoz o'qib bemalol sig'ar ekan odam. Juda ham go'zal. Mana endi do'stlar, bismillah deb yo'lda boshlaymiz. Bizga zadaniya kelgan. Endi esa biz hozir ketadigan joyimiz Morsbach ekan. Qani o'sha yoqqa qarab yo'l olamiz. Do'stlar, bu perivallar juda ham ajoyib, go'zal. Perivalda birgalikda yuramiz. To'g'ri, O'zbekiston perivalning oldida hech narsa emas, lekin Germaniyada xizmat qilib mana shu yerda bo'lib ketgan insonlar uchun juda ham o'sha yana bir yangilik bo'ladi. Ya'ni o'sha xotiralab o'sha tomonlarni ya'ni ko'rib ketadi. Qani hozir Germaniyaning eng qishloq yeridamiz. Germaniyaning qishloqlari qanday ekan? Birgalikda tomosha qilamiz. Qani ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Toychoqqa e'tibor beramiz. Juda ham ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Bismillahirrohmanirrohim. Endi esa sekin element o'qib yo'lda boshlaymiz. Mana bismillah deb kamerani yaxshilab boshimizga taqib olamiz. Yaxshilab ko'rsatish uchun to'g'ri qilib to'g'rilab olamiz va bismillah deb yo'lga chiqamiz. Sizlar bilan do'stlar ajoyib yangiliklar haqida bo'lishmoqchiman. Ya'ni bu yangiliklar hamma to'g'risi bo'ladi. Ya'ni borgan joyimizdagi har bir yerda zagruzka joyida biror bir kimnidir mashinasi sotiladigan bo'lsa, ya'ni do'stlar, man mashinasidan tashqari, ya'ni bizni hozir ishxonamizda
mal mashinasi sotilar ekan. Agar kimda kim mana shunaqa Actros yoki boshqa bir mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, har bir ishxonaga borib turib sotiladigan mashinalarni hammasini videoga olib, ular bilan tanishib sizlarga qo'yaman. To'g'ridan to'g'ri birinchi qo'l bo'ladi va mana shunday ajoyib go'zal yerlardan ketyapmiz. Mana bu yerga e'tibor qiling do'stlar. Go'zal. Germaniya va Germaniya. Furada yuradiganlar diqqatiga, ya'ni Germaniyada 800 Metern fahren Sie den Kreisverkehr herum. Erste Ausfahrt. Danke, klar deb qo'yamiz. Rahmat, tushunarli va ketaveramiz. Ya'ni 70 bo'lgan yerda ko'rsataveradi. Bular faqat avtomobillar uchun, bizga esa mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan TomTom 60 tezlikda yuramiz. Va mana shu TomTomdan foydalanib, ya'ni bu eng zo'r Yevropadagi, ya'ni navigatorlar ichida TomTom zo'r ekan do'stlar. Hamma yerdagi kerak bo'lsa probkalarni ko'rsatib, qayerda yo'l yopiq va boshqa bir qayerda uni hatlab o'tish, ya'ni boshqa yerdan qayerdan o'tish hammasini TomTom ko'rsatib turar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas ekan do'stlar. Fahren Sie den Kreisverkehr herum. Erste Ausfahrt. Okay. Klar, erste birinchi Ausfahrtdan ketamiz. Ketdik mana do'stlar. Birinchi yangilik do'stlar, sizlarga nima? Birinchi yangilik o'sha har bir yerda zagruska joyda borgan paytimiz ularni mashinalarini so'rab, agar ruxsat bersa obzor qilib, to'g'ridan to'g'ri o'sha egasidan fura olishingiz mumkin. Ikkinchi yangilik do'stlar, bu ishga kelmoqchi bo'lganlar diqqatiga. Ya'ni furadan tashqari xohlagan odamlar mana bu yerga kelgan paytda, ya'ni boshqa bir ishlar ham bor, faqat bu yerda fura emas. Eng asosiysi, agar kimda kim nemis tilini biladigan bo'lsa do'stlar, menga ya'ni o'sha yozadigan bo'lsa, men nemis tilini bilaman deb, ya'ni ishga olish juda ham tezlashadi. Ya'ni qanday bo'ladi bu vaziyat? Sizlarga boshqa birov nemis tilini juda yaxshi bilsalaringiz, sizlarga o'sha ishchi borgan paytimiz, masalan, kimgadir o'sha shtablerist, ya'ni karachi kerak bo'lishi mumkin. O'shalar bilan gaplashib turib, biz nemis tilini biladigan odam bor, O'zbekistonlik, mana shu bu yoqqa kelsa hujjatingni qilib bera olasanmi deymiz. Lekin faqat nemis tilini haqiqatan ham bilishlaringiz kerak, chunki o'sha ish beruvchi bilan suhbat bo'ladi do'stlar. Keyin esa do'stlar, bundan tashqari agar rus tilini biladigan insonlarga esa, faqat endi nemis tilini bilmaymiz-ku degan insonlarga esa, rus tilini biladigan insonlarga ham bu alohida vakansiyalar juda ko'p do'stlar. Ularni ham qilib boramiz hammasini. Va har bir birinchi dars, ikkinchi dars, uchinchi dars, ya'ni birinchi bo'lib bu yerga kelish uchun ishni qayerdan topamiz? Masalan, o'tgan safar sizlarga nemis saytini ko'rsatdim. Endi esa sizlarga Latviya va Litva orqali kelish yo'llarini ham polni hammasi barchasini ko'rsatib boraman. Sizlardan faqat do'stlar like va kanalni o'zlar yaqin do'stlaringizga, ya'ni jo'natib qo'yinglar. Ya'ni bu kanalni yo'qotmaslik uchun menga obuna bo'lib qolinglar. Eng zo'r yangiliklar faqat bizda do'stlar. Juda ham ajoyib. Germaniyada hamma narsa mujassam. O'rmonlar deysizmi? Yoki tog'lar deysizmi? Lekin bu yerda cho'l yerini ko'rmadik. Hozir biz ketadigan joyimiz aniq. Ya'ni Morsbachga borar ekanmiz. Yuklaydigan joyimiz hisoblanadi. Bu yerda do'stlar Germaniyani ishlashni plus va minus tomonlarini sizlarga aytib o'taman. Ya'ni Dальнобойщик bo'lib Germaniyada, ya'ni Germaniya, ya'ni D nomerida, ya'ni Deutschland nomerida haydamoqchi bo'lganlar diqqatiga.
Bu yerda plyus va minus tomon, 3 ta plyus va 3 ta minus tomonni aytib o'taman. 3 ta plyus tomoni, birinchi doimo plyus tomondan boshlaylik. Plyus tomoni do'stlar, bu Germaniyada ishlash kelajakda biror bir agar qamoqchi bo'lsalaringiz, mana shu yerda oilani olib kelib yashash, kimdirlar bu yashashda ham, ya'ni oilani olib kelib bu yerda turk o'quv markazlari juda ko'p, ya'ni turk bu yerda bilasizlar diasporasi juda ham ko'p. O'shaning uchun ham qandaydir bo'lsa ham bu yoqqa oilani olib kelib kelajakda yashasa bo'ladigan shans bo'ladi. Ikkinchi plyus tomoni nima? Ikkinchi plyus tomoni bu yerda do'stlar, o'zlaringizni erkin his qilasizlar. Erkin his qilasizlar, bemalol biror bir fikringizni aytasizlar. Bu yerda chetdan kelganmi odammi yoki mana shu yerda fuqarosimi farqi yo'q. Bu yerda o'zingiz fikringizni aytsangiz, erkinlik juda katta birinchi o'rinda turadi. Uchinchi o'rin plyus tomoni, albatta do'stlar, bu oyligi. Oyligini bu plyus va minus tomonlari bor. Buni ham aytib o'taman. Faqat mana shu akamizdan keyin, ya'ni rahmat, danka deb qolamiz. Ya'ni 230 metrdan keyin o'ngga oling deyapti. Klar. Tushunarli. Ketdik mana. Oylik tomoni mana do'stlar, sizlarga aytyapman. Oylik tomoni bu yerda agar o'zingizni sohangiz bo'yicha keladigan bo'lsalaringiz, oylik yaxshi topasizlar. Endi men sizlarga hozir o'zim biladigan fura masalasida aytaman. Ya'ni bu fura masalasida oylik plyusi ham bor, minusi ham bor. Plyus tomoni o'sha oyligingiz kattaroq bo'ladi, lekini bor. Lekin davlatga ko'p налог to'lar ekansiz. Ajoyib do'stlar, alohida o'zingiz ketgan paytlaringiz ham mana shuni eshitib, zerikmasdan ketaverasizlar. Endi do'stlar, plyus va minus tomonni hozir plyus tomonni aytdim, minus tomonni ham qo'shib aytib ketaman. Minus tomoni qanday? Minus tomoni do'stlar, har bir narsani o'zini plyus tomoni bo'lgandek, minus tomoni ham bor. Minus tomoni birinchi o'rinda bu nima? Bizga eng asosiy narsa bo'ladigan narsa. Bu yerga kelib ishlaganingizdan keyin pravasini olishingiz kerak bo'ladi. Pravasini olgan paytingiz, agar bu yerda o'qisangiz, do'stlar, 3000 dan 5000 gacha pul ketib qolar ekan. 3000 dan 5000 yevrogacha va imtihonlar juda qattiq. Endi do'stlar, bu imtihonlardan o'tdingizlik va Germaniyani pravasini qo'lga oldingiz, ya'ni Germaniyani haydovchilik guvohnomasi. Endi nima bo'ladi? Endi esa siz Germaniyaning to'laqonli yo'lda haqiqiy ishtirok etuvchisiga aylanasiz. Ya'ni bu yer nima degani? Germaniyani xuddi bu hozir O'zbekistonda ham joriy qilinayotgan shtrafnoy ballari mavjud. Bu yerda O'zbekistondan ham juda qattiq. Bu yerda umumiy sizlarga ball 8 ball ekan. Avtobanga chiqing deyapti. Mana avtoban. Endi pravasini olganingizdan keyin pravani 8 balli sistemasi bo'lar ekan. Ya'ni biror bir narusheniya qilib qo'ysangiz 1 ball yozib qo'yaverar ekan. Ya'ni qanday? Hozir yo'lda ketyapman, 3 ta polasa bo'lsa, obgonda odamlar chiqadigan bo'lsa, obgon qilib qoldingizmi, 1 ballingiz ketdi. Yukni noto'g'ri boyladingizmi, 1 ballingiz ketdi. Bilmasdan 3,5 tonnalik zapreshon joyga kirib qoldingizmi, yana 1 ballingiz ketdi.
Eng asosiysi bizda ko'p uchraydigan narsa radar masalasi. Radarga tushdingizmi, ya'ni bu 10 tezlikdan yuqori bo'lsa, 10 tezlikdan yuqori bo'lsa, yana bir ballingiz ketdi do'stlar. Mana shunaqa qilib 1 ball yo'qolib ketaverar ekan. Endi eng kulminatsion nuqtasi nima? Eng kulminatsion nuqtasi do'stlar, bu fevralda ishga keldim. Bilasizlar, bu tomonga Buskda yurdim. Buskda yurib 120 tezlikda Buskda, ya'ni Nuremberg tomonga bir do'stimizni balonni almashtirishga ketayotgan paytim 120 tezlikda yuradigan joyda 147 tezlik bilan o'tib 200 euro shtraf to'ladim va pravamdan 1 ball olib qolindi. Bu ham yetmaganday, keyingi oy martda, ya'ni yaqinda do'stlar, kunigacha 3 ta polosada Germaniyada, bilasizlar, 3 ta polosada turibdi va 3-polosada hamma kutib turibdi. Hammamiz kutib o'tiribmiz. 2 ta polosada esa ham o'rtadan esa furalar obgon qilib ketyapti. Ularni men ham kutib o'tiramanmi deb to'g'ri men ham o'rtadan soluvdim. Oldimda 7 ta mashina ketayotgandi. Men 8-inchisi. To'g'ridan to'g'ri politsiya, ya'ni grajdanskiy, ya'ni o'sha mashinada bo'lgan, ya'ni BMW mashinada yurgan o'sha 8 ta do'stlar mashinalar har bir mashinani oldiga chiqib o'zini migalkasini yoqdi. Folgen Sie mir bitte deb tepasiga orqamdan yuring deb. Orqasidan yurdim. Mana bunday parkovkagacha birgalikda bordik va mana shunday parkovkaga qayildik. 8 tamizdan do'stlar, sizlarga aytaman, 8 tamizdan bittagina men o'sha yerda nemetskiy nomerda ekanman. Qolgan hammasiga o'sha joyda shtraf qilib jo'natib yubordi. Menga kelgan paytda esa Germaniya nomerida ekansan dedi. Qani, qaysi propiskada? Qaysi propiskadasan? Propiskamni ko'rsatdim. Email pochta orqali senga shtraf boradi dedi. Va bitta punkt yana senga yoziladi dedi. Kechirasiz dedim nemischasiga. U hozirgi to'g'ridagi do'stlarimizni ketdi-ku ularga punkt yozmadingiz. Nega menga yozyapsizlar? Desam, sen nemis, ya'ni o'sha Germaniyani, ya'ni Deutschlandni furasini haydayapsan. O'shaning uchun sen bu yerdagi shopirlar bilan bir teng huquqlisan. Ular esa, ya'ni Polsha nomerida va Litva nomerida, Bolgariya nomerida, ular inostranslar. Ularga bizni punktlarimiz o'tmaydi dedi. O'shaning uchun ularni jo'natdim dedi. Ana dedim. Ular shunday qarab qo'yib turib, o'zini dokumentiga qarab qo'yib, kompyuterchasi bor ekan. Men ularga aytayapman. Meni kechiring, verzeihen Sie mir bitte deyapman. Das erste Mal. Bu birinchi marta edi desam, mana qarab qo'yib o'zini o'sha alohida planshetchasiga qarab, bu seni ikkinchi martasi ekan, ehtiyot bo'l, uchinchi marta bo'ladigan bo'lsang yana vaziyating og'irlashadi dedi. O'shandan keyin do'stlar ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni Germaniyada oldin Litva, Latviyada ishlab yurgan paytimiz bemalol bosaverardik. Bu yoqqa kelib turib Germaniyaga o'tganingizdan keyin do'stlar hamma narsaga ehtiyotkorona bo'lishimiz kerak. Juda ham ehtiyotkorona bo'lishimiz kerak. Chunki har bir hujjat, har bir bizni qilgan hamma narsa, ya'ni ashibkalarimiz hujjatlarda muhrlanib qolar ekan. Eng yomoni Polshada, Litvada bu ballar 12 oyda ichida chiqib ketadi. Agar Polsha va Litvada deganim, ya'ni Polshaning ichida qilib yurgan bo'lsangiz.
Litvani ichida qilib yurgan bo'lsangiz bu ballarni. Tashqarida boshqa bir davlatdasiz, lekin bu narsalar ularni qonuni, ya'ni ularning bali sizga o'tmaydi lekin do'stlar. Polshada 12 oyda va Litva, Latviyada ham 12 oyda ichida yo'q bo'lib ketadi bu ballar. Germaniyada esa do'stlar 1 punktni yo'qolishi bu 2,5 yilda ekan. 2,5 yil. Bor yo'g'i atigi 8 ta punkt. Shundan hozir menda 2 tasi ketgan bo'lsa 6 tasi qolgan. Endi esa juda ham ehtiyotkorona bo'lib yuribman do'stlar, juda ham ehtiyotkorona. O'shaning uchun mana shu tomonlarda, mana shu birinchi minus tomoni mana shu ekan. Ikkinchi minus tomoni do'stlar bu naloglarning kattaligi. Oyliklaringiz, oylik qancha desa 4000 yevro deb qo'yar ekan, sizni qo'lingizga tushishi 2,5 ming ekan. Ya'ni Litva, Latviyada ham u yerda ham bir xil oylik. Mana shu ikkinchi minus. Uchinchi minus do'stlar nima? Uchinchi minus bu yerda do'stlar nima bo'lyapti? Ya'ni boya farzandni olib kelishdi, ya'ni bu yerga oilani olib kelishdi, plus va minus tomoni bor dedim. Minus tomoni mana shu. Buni ham aytib o'tish kerak. Bu yerda 1000 turklar, arablar diasporasi bo'lsa ham farzandlaringiz bu yerda o'qigandan keyin farzandlaringiz o'zini ongi ya'ni 7-8 yoshdan keyin agar keladigan bo'lsa, sekinlik bilan bularning muhitiga ko'nikishni boshlar ekan. Bu yoqqa kelganingizdan keyin farzandni urish mumkin emas. Bu yerda tarbiyani qilish faqat politsiya tomonidan amalga oshirar ekan. O'g'ilni yoki farzandlaringizni maktabga bormasa, siz politsiyaga telefon qilar ekansiz, politsiya kelib o'g'lingizga, farzandlaringizga tushuntirish ishlarini olib borar ekan. Hech qachon ularni urishish, so'kishish mumkin emas ekan. Mana shu tomoni men uchun yoqmadi, minus tomoni. Mana shunday do'stlar. Endi esa sizlarga aytdim, juda ham ehtiyotkorona bo'linglar va eng katta yangilik 2025-yil fevral oyidan boshlab Germaniyada telefon uchun juda ham katta shtraf qo'yildi. Ya'ni bu qanday? To'g'ridan to'g'ri Germaniyada 3 bal, agar Germaniyaning mashinasida yuradigan bo'lsangiz, to'g'ridan to'g'ri 1 bal emas, 2 bal emas, 3 bal olib qo'yar ekan va pravaizni 1 oydan 6 oygacha lishat qilar ekan. Ya'ni mashinani bermas ekan. Kameralar qo'yibdi. Uzoqdan sun'iy intellekt orqali qo'lingiz pastda tursa ham telefon chuqurlab ketayotganingizni bilib qolar ekan. Bilib qoldimi? Bo'ldi. Ham shtraf, ham pravadan yeb qolar ekansiz. Endi bu inostronni voditellarga qanday bo'ladi desak, inostronni voditellarga esa bu 3 balli o'tmaydi, lekin 1 oygacha mashinani haydamashingiz mumkin ekan. Ya'ni rishat qilib qo'yar ekan. Endi 3 bal Germaniya mashinasida haydab 3 bal olib qo'ydingiz deylik. Bu 3 bal necha yilda ketadi? Do'stlar, kichkina o'sha 1 ballik bo'ladigan bo'lsa 2,5 yilda. 2 baldan boshlab esa 5 yilda o'char ekan do'stlar. 3 yil esa 7,5 yilda. 7,5 yildan 10 yilgacha o'chmas ekan bu. Tasavvur qiling, 10 yil tasavvur qilaverasiz. 3 balingiz bor deb yuraverasiz. Bundan tashqari boshqa biror bir narsa qiladigan bo'lsangiz, bu 8 bal bo'ldimi, avtomatik sizni mamlakatdan, ya'ni bu yerdan sizni ushlab turadigan narsa agar shopirlik bo'ladigan bo'lsa, pravas ketdimi, bo'ldi. Siz bu yerda yashashga haqqingiz yo'q. Va sizni to'g'ridan to'g'ri ushlab deport qilishadi. O'shaning uchun 8 ballik sistemani biz qoidani buzmaylik do'stlar. Ilohim ehtiyot bo'lib yuraylik. Va bu yerga ishlash uchun kelganmiz. Eson-omon ishlab mamlakatimizga qaytib yurish baxti nasib etsin. Yo'lda ehtiyot bo'linglar do'stlar, juda ham ehtiyot bo'linglar. Keyingi videolar
Sizlarga do'stlar Litva, Latviyaga qanaqasiga kelish, qanaqasiga ish topish, kelgan paytda esa nimalar, qancha pul bilan kelish, undan tashqari esa aeroportga borib nimalar ko'rsatish, aeroportda, ya'ni Yevropa kelganingizdan keyin ular nimalar so'rashi va nimalar deb javob berishingiz hammasini aytib o'taman. Nehmen Sie die Ausfahrt, dann am Ende der Straße biegen Sie links ab. Ya'ni tom-tomga gap yo'q. Nehmen Sie die Ausfahrt, dann am Ende der Straße biegen Sie links ab. Ko'rsatib turibdi hammasini. Ko'chani oxiriga borgan paytingiz chapga buriling deyapti. Mashalloh. Ungacha ham aytilyapti. Ya'ni bu yoqqa hozir burildik. Ehtiyotkorona bo'lib, endi esa sekingina chapni yoqaveramiz. Sekingina, chunki orqadagi mashinalar keladimi, bizni bilsin hozirdan chapga qaylishimiz. Mana uni qaranglar do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana yerda hozir yopib qo'yibdi bu strechni yo'limiz. Tom-tomda ham ko'rsatyapti bu narsani. Ko'rdik. Hammasi zo'r. Bezopasni bo'lganidan keyin qaylishimiz mumkin. Endi ajoyib yo'llar. Hozir bu Attendordan to'g'ri Nach 300 Metern biegen Sie links ab. Dann Morsbachga qarab biegen ketyapmiz. Sie die dritte links ab. Hozir bularni perivallarini ko'rasiz do'stlar. Biegen Sie links ab. Dann biegen Sie die dritte links ab. Doimo kengroq olishga harakat qilish kerak. Va Buchen degan mana qishloqchasiga keldik. E'tibor qiling, hamma yer yam-yashil, haqiqiy qishin yozin Germaniyada yashillik. Mana shu tomonga hayron qolasiz. Mana qishloqchalari, o'ng tomonda go'zal, kichkina qilib qurilgan uychalar. Va mana bu yerda tepalikka ham dala qilingan. Ajoyib, mana bu yerda esa chiroyli haligacha turibdi do'stlar. E'tibor qiling, mana bu uychani qurib qo'ygan ekan. Haligacha, lekin hech kim yashamaydi. Omborxonami u yer. Endi esa to'g'riga qarab Sinspert degan tomonga qarab ketamiz. Chap tomon esa Waldbröl degan joy ekan. Biz 200 metrlik chapga qarab yuradigan. Mana bu yerdan, biz Büchener Straße tomon qarab ketyapmiz ekan. Biegen Sie links ab. Gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib do'stlar. Mana bu yer xuddi bunday yo'llar Italiyada ham bor, lekin Italiyada juda ham ehtiyotkorona bo'lishingiz kerak do'stlar. Italiyada zigzag usulidagi yo'llarni ko'rdingizmi? To'g'ridan to'g'ri o'zingizni Google kartani ham yoqib oling. Mana bunday xuddi sizlar ko'rsatadigan zigzag usulli yo'llar Italiyada umuman tepaga chiqib ketaverasiz va orqaga qayladigan joy yo'q bo'ladi do'stlar. Agar sizni загрузка-выгрузканgiz o'sha yerda bo'lsa, omadlaringiz bor. Bo'lmasam orqa tomonida bo'lib qolsa yoki yo'lni boshqa bir yerida bo'lib qolsa, juda ham qiynalasizlar do'stlar, juda ham qiynalasizlar. Ehtiyot
bo'lishi kerak do'stlar. Hatto mana shu yo'llarda mashina sig'maydi, qaranglar. Iloji bo'lsa maksimal 10 tomonga olib yurish kerak, lekin mana bu chuqurlarga tushib ketmagan holatda ehtiyotkorona bo'lib bosaveramiz. Ajoyib yerlar. Bu yerdan o'tayotgan paytda juda ham ehtiyotkorona bo'lamiz. Sababi u tomondagi yo'l bizga ko'rinmaydi. O'shaning uchun ayniqsa yukimiz bo'lgan paytda ehtiyot bo'lib borishimiz kerak. Mana bu yerda masalan ko'rinmaydi bu yerdagi. O'shaning uchun sal pasaytirib, buni qarab qo'yamiz. Orqadagi odamlarga ketaveramiz. Опасный поворотlar, крутой поворотlar. Mana shu yerda ham Dreshhausen yo'llariga e'tibor qiling do'stlar, juda ham go'zal. Qishloqlarga ham mana bunday umuman teshik yo'q, ya'ni yama, pamalar yo'q. Mana shu yerda gap bo'lishi mumkin emas. E'tibor qiling, qishloqda ham shunaqangi ajoyib yo'llarga e'tibor berilyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli. Bu yerda agar pastlikka ketayotgan bo'lsalaringiz do'stlar, mana bu retarder tortib qo'yamiz. Bittagina qilib shunga qarab qo'yib turib, sekin pastga tushib boramiz. Agar chiroyli bo'lib qaylishdan keyin yana tepaga ko'tarib qo'yib, mana bosaveramiz. Bu retarder tormozda ko'p qo'llanmaslik uchun, bu ya'ni mashina adib tormoz bosaverganimizdan keyin bilasizlar, kolodkalar mazasi qochadi. Balonlarimizga shikast yetishi mumkin. Ajoyib. Faqat zigzag usuldagi yo'llardan ketamiz do'stlar. O'rmon. Hozir bir ayiq chiqib qoldi mana bu yerga, hozir o'rtaga chiqib qolsa nima qilamiz degan savolga shunday javob beramizki, to'xtaymiz, bo'ldi. Ehtiyotkorona oldidan o'tishga harakat qilamiz. Go'shimizni olib chekroq bir tashib yuboramiz, mama deb, o'zimiz esa qochamiz. Lekin bunaqa narsa bo'lmagan. Ilohim bo'lmasin. Mana shunday do'stlar. Hozirgi kunda Polshadan viza kutayotganlar diqqatiga. Polshada hukumat almashdi va o'shandan keyin esa har bir hujjatlar qaytadan tekshirilyapti. O'shaning uchun 400 Metern biegen Sie rechts ab. Xo'p bo'ladi. O'shaning uchun agar kim Polshaga topshirib 1 yillab 8-9 oylab kutayotgan bo'lsa, yana ozgina sabr qiling. Chunki bu hukumat keldi, har bir ya'ni vazirlarni, ministrlarni joyiga qo'ydi, eski ishlarini ko'rdi, ularni hozir kimdirlarga esa noqonuniy bergan bo'lsa, ularni ko'ryapti. Endi esa xudo xolasa hammasi joyiga tushgandan keyin beriladi. Mana ketasizlar va biz esa qaylamiz do'stlar. Ko'rdik, ikkitalik yo'l ekan, mana shu yerga o'tib olamiz. Orqamizdan kelayotgan do'stlarimiz hozir bir shabadak yelkasiga esadi. Ishlaringizga omad do'stlar. Mashalloh.
erinmasdan keldi молодец orqamizdan. Erinmasdan keldi. Agar hozir biz O'zbekistonda bo'lsa-chi, signal berib xit qilib olgan bo'lardi. Bu yerda avtoshkolasida o'qitiladi. Katta yuk mashinani hurmati, balandligi, ya'ni katta mashina qayilgan paytda yoki biror bir palasga ketayotgan paytda hech qachon uni oldidan kesib o'tmaslikda. Agar strechni yo'llar, bir-biriga qarama-qarshi yo'llarda mashina kelayotgan paytda fura agar tor bo'lgan paytda u kim ustupid qilishini, ya'ni lehkovoy mashina ustupid qilishini gacha aytib, hammasini praktikada ko'rsatib, keyin bularga haydovchilik guvohnomasini berar ekan. Mana do'stlar, Polshadagi vaziyat mana shunda. Hozirgi kunda 9 oydan beri do'stlarimiz karta pobitasini ola olmasdan o'tiribdi. Sababi hukumat keldi, ularda esa ozginagina hozir hammasini tekshirib, har bir ishini yo'lga qo'yib olgandan keyin hammasi zo'r bo'ladi. Ozgina kutinglar, hammasi zo'r bo'ladi inshaalloh. Do'stlar, e'tibor qilgan bo'lsak, 50 ga tushib olyapti o'zidan-o'zi Mercedes. 60 ta edik kelayotgan paytimiz. O'zidan-o'zi avtomatik 50 ga tushib olib, znaklarni o'qib ketyapti. Ana Mercedes. Qarang, 50 da ketyapmiz. Ajoyib go'zal yerlarga e'tibor qiling do'stlar. Qaysi davlat bo'lsa bo'lsin, bu yerdagi go'zallik baribir ham o'sha davlatga xos bo'ladi. Qarang, to'g'ridan-to'g'ri hech narsani bosmadim, 60 ga chiqib ketdi. Mashalloh deb qolamiz. Qoyil. Hatto shunga ham e'tibor berdimki, agar chiziqdan 2-3 marta chiqib ketsangiz, to'g'ridan-to'g'ri tabloga yozib kelar ekan, balki siz dam olarsiz deb. Pererif qiling deb. Juda aqlli mashina. Mercedes Actros. Hozir tez drive qilyapmiz ham buni, hammasi ishga ketyapmiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Yo'llarini, avtobanni hamma ko'radi. Avtobanni endi mana unaqa yerlarda esa hamma ham ko'ravermaydi. Qarang do'stlar, hozir 60 qilib qo'ydim, mana 50 ga tushib oldi. 50 ga tushib olib, hozir tormoz beryapti. 50 ga qilib, ana qoyil. Yo'llarni e'tibor beryapsizlarmi do'stlar? Umuman taq degan ovoz eshitilmayapti. Taq degan ovoz eshitilmayapti. Keyin mana bunaqa ajoyib kolodislarni chiroyli qilib o'rtaga qo'yib qo'ygan va kolodislar ustiga chiqqan paytingiz, masalan, u yerda ozgina anaqa ko'p sho'ng'ish bo'lmayapti. Asosan mana o'rtalarga qo'yib qo'ygan, chunki mashinalarga xalaqit bermaslik uchun. Juda go'zal. Ketdik. Biz yo'limiz ochiq. Mana shunday do'stlar. Keyingi videoni kutib qoling. Inshaalloh ajoyib video bo'ladi. Bundan keyin birinchi dars, ikkinchi dars qilib olib boramiz. Ya'ni birinchi dars, keyingi safar qanday qilib Yevropadan o'zimiz bez posredniksiz ish topib kelish darsi bo'ladi. Hammaning ishlariga omad. Kanalni yo'qotib qo'ymanglar do'stlar.
mana bunday ajoyib manzaradan bahramand bo'linglar. Otlarga e'tibor qiling, keng dala. Mashalloh. Va biz yo'lda davom etamiz. Allohim har bir mo'min musulmonni o'zing asra. Musofirda yurgan insonlarning oilasini o'zing asra Allohim. Va O'zbekistonda ishsiz yurib Yevropaga ketaman, oilam uchun borib ishlab kamchiligimni qilaman deydigan insonlarni Allohim eson-omon mana shu yerga kelib ishlash vaqtini o'zing nasib ayla. Demak, bu yopib qo'yibdi. Yaxshi, bunaqasiga aylanib kelar ekanmiz. U yerda kolso bor ekan. U tomondan ham ketsak bo'lar ekan. Yaxshi, e'tibor qildingizmi? Yaxshi yo'llarni beryapti. Zigzag usuldagi yo'llarni beryapti mana. Hozir bu yerdan ketganimda baribir bunaqasi kelar ekan. Bunaqasi tushunarli. Bu yerga keldingizmi do'stlar, ishlayapsizmi? Sirazu to'g'ridan to'g'ri regirovka qilib ketishni o'rganishingiz kerak. Bet yo'l yopildimi? Bo'ldi. Qaysi yo'ldan ketish kerak? Bu beryapti, yaxshi. Bermay qolsa, u boshqa tomonga olib ketayotgan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri Google kartani yoqib olinglar. Google kartani yoqib olinglar va ikkalasini uyg'unligida ketinglar. Ya'ni Google karta to'g'ridan to'g'ri 3,5 tonna zapreshon bo'lgan joylarga emas, balki lehkovoy mashinani yo'llaridan olib boradi. O'shaning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Mana haqiqiy endi bu yerda biz zigzag usullaridagi yo'llardan ketamiz. O'zbekiston bayrog'i, yashasin O'zbekiston. Inshaalloh Kanadaga, Amerikaga 2026-yilda O'zbekiston terma jamoasi o'yinga chiqadigan bo'lsa, 2026-yil Olimpiadaga chiqadigan bo'lsa, u inshaalloh hammamiz o'sha yerga borib O'zbekiston mamlakatimiz, davlatimizni qo'llab-quvvatlash baxti ham nasib qilsin. Do'stlar, mana retardani shunday o'zi ketyapti. Bosib qo'yamiz. Agar retarda e'tibor qiling, g'irillab, chiroyli qilib ketyapti. 3 ta положенияsi bor. Hozir ikkinchi положениyaga ketyapti. Endi sekin tepa ko'tarib qo'yamiz. Mana mashalloh. Ketishini e'tibor qiling. Yoki ikkinchi yo'li bor. Ikkinchi yo'li bu pasaytirish, ya'ni tezlikni pasaytirib qo'yamiz, lekin 30 dan keyin cruise control ishlamay qoladi. Mana bunday qaranglar, hozir mana bu yerdan hozir ajoyib retarder orqali. Mana o mashalloh. Otda bu ot. Go'zal ot. Duldul ot. Mana perivallarga e'tibor bering do'stlar. Perivalga keldik mana. Germaniyaning perivali. Videoni endi yakunlamoqchi edik. Bunaqa perivallarni ko'rmasangiz bo'lmaydi do'stlar. Ya'ni O'zbekiston perivallarini oldida bu perivalcha, o'tgan safar aytganimdek. Lekin ehtiyot bo'lib ketishimiz kerak. Qarang, orqadagi mashina indamasdan ketyapti, ko'ryapsizlarmi? Chunki oldimizdagi ko'rish, ya'ni oldindan mashina kelib qolishi mumkin. O'shaning uchun bu narsani bilib turib, indamasdan orqada ketyapti, mashinaga gap yo'q. Biz esa yo'limizda davom etaveramiz. O'ngga ekan mana bu yerdan keyin
Yana retarderni bosib qo'yamiz ikkita. Mana tepaga ko'tarib qo'yamiz bitta qilib. Biegen Sie rechts ab. O'ngga ketishimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak bularga. Ha, qo'chqorlar. Orqadagi qo'chqorlarimiz yana 4 ta 5 tasiga ko'paydi va biz mashinaga qarab ketishimiz kerak. Orqadagi odamlar shuncha ko'payib qopti deb mana shunaqa joylardan 50 urib ketadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Ag'naymiz. O'shanga vaziyatga qarab ketyapmiz. Orqadagi ilon izi bo'lib ilon izi ketdeganda do'stlar 50 tezlikdamiz. Retarder sekin 2 ga urdi, ikkinchi положенияsiga. Juda chiroyli bo'lib ketyapmiz. Yaxshi. Hech kimga zararimiz tegmayapti. Foydamiz ham tegmagani kabi deydi-yu yo'lda. Uylarga e'tibor qiling, uylarga. Go'zal uylarga. Mana bu yerga hovuzcha qilib qo'yibdi do'stlar. Mana motivatsiya olasizlar do'stlar, mana shularning uylaridan. Ajoyib chiroyli qilib qo'yilgan. Mashinalar orqada har tomonlama qarab. Qo'chqorchalarimiz 3, 4, 5 taga ko'paydi va marafon sari biz yo'l olmoqdamiz. 6 ta ekan. Marafonga albatta kim birinchi borishi aniq. Marafon katta mashinani hurmat qiladi bu yerda va qarang, hali ham obgon qilgani yo'q. Mana chunki ko'rmaydi, oldida nima borligini oldindan bilmaydi. Bundan tashqari mana bu alohida hozir keldik va biz Morsbach Partner Gemeinden. Shu avtosalonlarni ko'rsam bir yuraklar jiz etadi do'stlar. Sababi avtobus ishlaganimizdan keyin odam yuragi tortadi, bir jizillaydi. Lekin tasavvur qilib ertaga mana shu avtobusda ishlaysanmi degan paytda yana yurak jizillaydi. Yana o'sha yomg'ir tagidami, qor tagida ishlash xayolga keladi. Undan tashqari esa u tor joylarda enkayib yurish, bel og'riqlari. Undan tashqari esa har bir yuklab tushirganingizdan keyin simir berayotgan paytda yurak jizillashlari hali hamon yodimda deydi-yu. 13-paragrafga qarab turamiz. Simirdi. Biroq bu narsa yozib qo'ymadim ekan. Meni keyin shtraf qilmarmikan bular? Endi nima bo'lar ekan deb. Netto. Ana shahri. Do'stlar, biz to'g'ri shaharning kindigidan ketyapmiz hozir. 4 minut qopti Zabruzga yerimizga borishimizga. Politsiya ham mana oldimizdan o'tib ketdi. Nach 200 Metern fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Zweite Ausfahrt.
Klar. Tushunarli. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Zweite Ausfahrt. Keldik. E'tibor qiling do'stlar, mana juda ham tor. Kichkinagina kolesosiga e'tibor qiling. Bu yerdan qaylib olishdi. Nima qilamiz hozir? Qaylib olgan paytda shu chiqib ketamiz, shu fish tomonga qaraymiz. Bu tomoniga qaratib, mana bu yerga qarab kiramiz. Qani bismillahirrohmanirrohim deb ularni o'tkazamiz. Peshxodlar birinchi o'rinda. Ana bularni Rathaus mana shu yerda ekan, markaziy maydoni hokimiyat shu yerda ekan do'stlar. Qarshimizda mashina yo'q. Biz chiqib qo'yamiz va o'zimizni joyimizga o'tamiz. Odamlarga e'tibor qiling, mana mashina chiqaman deyapti, o'shaning uchun ehtiyot bo'lib sal chekroqdan yuramiz. Germaniyaning shaharchalari gap bo'lishi mumkin emas. Har bir shaharda korxonalar qurib tashlagan. Har bir shaharda bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Odamlar mana shu yerda yashab, ishlab yuraveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Nach 200 Metern biegen Sie rechts ab. Mana shu Biegen Sie yerda rechts ab. o'ngga qaylar ekanmiz. Morsbach seni kutayotir. Morsbach. Montaplas 2 kilometr ekan, shu to'g'riga qarab yurasan deyapti-yu. Mana bu yoqqa parking deb qo'yibdi. Bu yoqqa parking deb qo'ygan bo'lsa ham kiravermayishimiz kerak, chunki lekkovoylarni parkovkasi ekan. Aytadi-yu, hamma narsa sen ko'rgan narsa qora oq bo'lib qo'ysa-chi. Demak, mana bu yerda hozir znak turibdi. U yerda mumkin emas. Lekin biznikilar turibdi u yerda. Qanday bo'ladi hozir? Aylantirasi u yerda ham, bu yerda ham qo'ymaysan mashina debdi. Lekini bor. Biz qo'yamizmi? Yo'q. Hozircha mana uni mashinalar bekorga turgani yo'q. Orqaga chiroyli qilib qo'yamiz. Hech kimga halol qilmaydigan qilib. Orqamizdagi ana mashina ham keldi. U ham sezyapti. Biz bu yoqqa kelayotganimizni lekin sezyapti deb bosavermaylik. Hoppa, keldi mana. Biz esa endi o'ng tomonga yopishtirib qo'yishimiz kerak. Yopishtirib mashinamizni ehtiyot bo'lib va bir shirma-mirmalarni ko'chiravermasdan mana chiroyli qilib qo'ydik mana. Endi bu tomondan ham bemalol o'tadi. Bu tomondan ham o'tadi. Bo'ldi. Qo'ydik. Stop belgisini bosamiz. To'g'ridan to'g'ri zadaniyaga qaraymiz. 13:30 dan 14:30 gacha deb qo'ygan ekan. Va biz hozir u yerda kollegamiz bor ekan. Kollegamizni oldiga borib so'raymiz. Bu yerda sistemalar qanday? Nima bo'lyapti? Agar bu kollegamiz bilmasa, ofis ichiga kirib turib, bizda mana shu 1:30 dan 14:30 gacha
Zagruzkamiz bor ekan. Qayerga borishimiz kerak? Yoki vaqtini aytmaymiz. Qayerga ketar ekanmiz? Qayerga Ingolstadtga boramiz deymiz. Ingolstadt. O'sha narsa kerak. Uni ham rasmga olib borib ko'rsatamiz. Mana shunday do'stlar, ishimiz mana shunday. Yetib keldik hozir biz. Sekin pastga tushamiz. Bismillah deb. Ajoyib tashqari havo. Palak do'stimiz nima qilayotganini o'zi ham bilmayapti shekilli. Biz pastga tushib bir ko'ramiz. Birinchi o'rinda qiladigan narsamiz orqa oldimizga qarab, mana bu yerda agar mashina ketadigan bo'lsa, o'ta oladimi yo'qmi? O'shani ko'ramiz. Bemalol keng yo'l. Ford Kuga. Do'stlar, mana shu mashinani sevaman. Inshaalloh bizga nasib qilsin bunday mashinalar. Va orqa tomondan ham qo'ydik mashinamizni. Endi orqa tomondan ham qanday qo'yganimizni ko'ramiz va orqa tomonda ham keladigan mashinalarga xalaqit bermaymiz. Endi esa to'g'ri kollegamiz oldiga boramiz. Kollegamiz orqasida turibmiz ekan biz ham. Ketdik. U yoqqa borishdan mashinani oldiroq qo'yib qo'yamiz. Keyinchalik sekin boraveramiz. Chunki hozir boshqa bir mashina kelib orqamizga ham turishi mumkin. Qiynalib, ya'ni oldimizga turib olmasin. Bismillah deb boramiz. Ajoyib do'stlar. Chap oyog'ingizni, ya'ni ochgan paytda bossangiz, rulda regirovka qiladigan joyi bor. To'g'ri. Bismillah deb. Nurmatov Bunyodjon hamma narsasi ko'rsatib turar ekan. Mashalloh deb ketaveramiz. Sekinlik bilan keldik mana bu yerga. Chiroyli qilib buni bu yerga qo'ydik. Bo'ldi. Tushib ketishimiz osonroq bo'ladi endi. Mana shunday do'stlar. Bu yerda qanday? Do'stlar, uzoqdan kelgan bo'lsangiz ham farqi yo'q. Bu yoqqa kelib turib, uje 2 minut mashina turgandan keyin o'chirib qo'yaverar ekansiz. Ertalab turgan paytingizda esa mashina qizdirish qanday bo'ladi? Mashinani 5 minut qizdirib qo'yasiz va ketaverasiz. Bizga o'xshab soatlab biror narsa qilib turish shart emas ekan va o'zlari ham aytadi, 5 minut turdingmi, bo'ldi, ketaver deb. Shunaqa. Bu Euro 6lar juda ham kuchli. Ya'ni hamma tomonlama juda zo'r ishlangan ekan do'stlar. Qani do'stlarimiz oldiga boraylik endi sekin so'rab. Do'stlar, hammaga omad, Allohga omonatsizlar. Biz esa mana shu do'stimiz oldiga boramiz va vaziyatni bilib, menimcha kollegalar juda ham qator bo'lib turganiga qaraganda biz kutmoqdamiz. Hamma ishlariga omad do'stlar. Eng ajoyib narsa do'stlar. Meni tabriklang. Keng kabinaga yana qaytdim. Bo'y maza qilib bemalol bel og'rimaydi endi. Zo'r. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Ilohim mana shu videoni ko'rayotgan barcha do'stlarga mana shu yerga kelish baxt nasib etsin. Birgalikda harakat qilamiz. Inshaalloh biror parkovkada ko'rishib yoki agar boshqa bir ishda, ya'ni svarshiga yoki boshqa bir ish yuzasidan kelmoqchi bo'lsalaringiz, inshaalloh boshqa bir ishda
biz yordam beramiz va bu yerga kelgan paytlaringiz Alloh nasib qilsa inshaalloh xo'p bo'ladi. Maylimi gapirsam? Inshaalloh bir amallab kelib olsalaringiz, xudo xolasa, quruvchi bo'libmi, stроитель bo'libmi yoki karshik bo'libmi inshaalloh to'g'ridan to'g'ri aloqada bo'lamiz. Xudo xolasa, shaharga biror bir yerga borayotgan paytlaringiz oldilaringizga o'tib, bir mehmon bo'lib, inshaalloh yoki biz paytimiz kelayotgan paytlaringiz ko'rishib qolsak, mehmonimiz bo'lib, chiroyli qilib mana shu yerda biror bir narsa ovqat qilib o'tiramiz inshaalloh. Hammaning ishlariga omad, sog' bo'lasizlar do'stlar.